Makalımızı devamlaştırmaz. Leksiyamızı devamlaştırmaz. Hürmetli vatandaşım. Kumandan Harry Harris. Admiral Harry Harris 1. ayının 27. günü Amerika Bilim Hazinesi Stratejiya ve Tadqiqat Merkezi'de mundaq ko'rsatdi. Amerika Janubi dengizde davamlı Jungo'nun teşebbüsleriga xiris e'lon qildi. Dikkat vatandaşım. Amerika Deniz Armiyasi G'arbiy Tinch okean skadronining qo'mondoni Admiral Harry Harris efendi 1. ayının 27. günü Amerika Bilim Hazinesi Stratejiya ve Tadqiqat Merkezi'de mundaq ko'rsatdi. Amerika Janubi dengizde davamlı Jungo'nun teşebbüsleriga xiris e'lon qildi. Mening shaxsiy qarashimcha Janubi dengiz Jungo'ga tava emas. Harry Harris, Admiral Harry Harris mundaq ko'rsatdi. Jungo Janubi dengiz ve münasebetlik baylık manbalariga egilik huquq yurgizish bo'yicha tashabbus qilib, qattiqlik qilyotdi. Men bu masala bo'yicha Amerika bilan Jungo o'rtasidagi jiddiy munosabatning pasayib ketishini xohlamayman. Lekin Jungo bilan kelgisida ko'proq uchrashishni xohlayman. Demek Jungo Janubi dengiziga egilik huquq tashabbus qilyotdi. Men bu masalada Amerika bilan Jungo o'rtasidagi jiddiy munosabatlarning pasayib ketishini xohlamayman. Demek Jungo'nun yol qo'yishini yoki Amerika'nın yol qo'yishini xohlamayman. Jiddiy munosabat saqlanib qilish kerak. Lekin men Jungo bilan kelgisida uchrashishni tashabbus qilaman va xohlayman dedi. Admiral Harry Harris yana mundaq ko'rsatdi. Janubi dengizde biz davamlı muşundaq erken qatnaymiz. Dünyanın başka joylarida şundaq erken qatnagandek. Sen keng dairlik, texmi murakkab erken qatnashni ko'rib olasan. Bo'libmi talash tartish bo'layotgan rayonlarda erken qatnash Amerika uchun intayin muhim. Janubi dengizde erken qatnash bu Amerika'nın prensipidir. Admiral Harry Harris mundaq hesapladı. Amerika Asya Tinch okean rayonida ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirish kerak. Demek Asya Tinch okean etrafidagi davlatlar Jungo'dan boshqa deyli, davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish kerak. Hindiston, Koreya, Yaponiya bilan 3 taraflik hamkorlikni ilgari surish lozim. Jungo Devlet Müdafiası Ministerliğinin bayanatçısı Yang Jun 1. ayının 28. günü muhbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. General dedi bu admiral. General emas, Admiral Harry Harris'ning bundaq nutuq so'zlashida men cho'chib ketdim. Bu tarixni bilmaganlikdir. Janubi dengiz ve taqim orollarga Jungo egilik huquq yurgizdi. Bu ish tarix ve kanuni asosga ega. Jungo taraf aloqador talash tortishlarni tinch yo'l bilan maslahatlashib hal qildi. Janubi dengiz muqimlikni Sharq Janubi Osiyo davlatlari ittifoqi bilan birlikda saqlaydi va qo'g'daydi. Va akaza Jungo'nun tayyorlagan yodlagan so'zi bayonotchilar shuni takrorlaydi. Mesela endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi o'tgan yili 10 ayning 27 kundan tortib hozirgacha hali tuyuqsiz uchib kirib qopti deydigan B-52 belgili bombardimanchi aeroplannikini hisobga olmaganda 3-chi qatim denizde charlash hareketidir. Jungo'nun bunun inkasını Jungo fuqarolarının bunun inkasını keyinki leksimizde anlaysizlar vatandaşım.